Xalq kutgan kunlar keldi. Mana yangilikda zo'ri bo'ladi, qaranglar, eksperiment zo'r. Qani haydang. Fasad uchun yangilik bo'ladi, zo'ri bo'ladi. Nima deyapti? Mashinasi ham hech nima bo'lmaydigan eng zo'rlaridan bo'ladi. Ko'rdilaringmi? Bu hech nima emas, bu hech nima emas. Mana eksperiment. Mana buni qaranglar, sinmaydigandan bo'ladi. Suvni quyasizmi, namni o'tkazmaydiganidan eng zo'ridan bo'ladi. Bu nima deganlarga, qadrdonlar, bu termopanel bo'lar ekan. Tashqi fasad uchun eng zo'ri, quyosh, yomg'irga chidamli, sho'rga chidamli, sho'rdan aziyat chekayotganlarga. Qaranglar, 3 santimetrligini narxi 1 kvadrat metri 90 ming so'm, 5 santimetr qalikda bo'lsa 110 ming so'm bo'ladi. Operator keling, sho'rdan qaranglar, kafelar to'kilib ketyapti. Operator keling deyapman sizga. Mana buni qarang, mana buni qarang. Sho'r ajratib olyapti turgan, to'kib olyapti turgan joyga akalarimiz devorga mana buni qaranglar. Devor shu sho'r holatda edi ekan, termopanel qilib bergan. Bu o'tib plita o'zida uyda suv oqilishingiz shart emas. Ya'ni g'ishli holatda akalarimiz zo'r qilib berishar ekan, suv oqish shart emas, o'tib plita remont hamma yo'g'i ichida. Pastda nomer qoldiramiz, xizmatda O'zbekiston bo'ylab.